Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan nafaqat tizimimizdagi juda muhim bir mavzuni, ayniqsa 2026 yil may oyida sodir bo'lishi kutilayotgan o'zgarishlarni muhokama qilamiz. Hamma uchun ham emas, ammo ba'zi insonlar uchun bu haqiqiy pensiya jekpoti bo'lishi mumkin. Ya'ni ular nafaqaning 2 barobar ko'payishiga yoki odatdagidan ancha yuqori miqdorda oshishiga guvoh bo'lishadi. Agar siz ham kelajagingiz haqida qayg'ursangiz, moliyaviy barqarorligingizni ta'minlashni istasangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki men hozir aytadigan ma'lumotlar hayotingizda katta o'zgarish yasashi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu sizning pensiyangiz miqdorini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirda kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizning ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashimizga yordam beradi. Qani, mavzuga chuqurroq kirishamiz. Bilasizki, nafaqa masalasi doimo ko'pchilikni tashvishga soladi. Qancha pensiya olaman? Pensiyam kelajakda qanday bo'ladi? Oyliklar oshsa pensiyam ham oshiradimi? degan savollar odatda eng ko'p beriladigan savollar sirasiga kiradi. O'tmishda nafaqalar ko'pincha inflyatsiya darajasiga qarab yoki hukumatning alohida qarorlari bilan ma'lum foizda oshirilgan. Ko'pincha bu oshirishlar mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib, yilda 1 yoki 2 marta amalga oshirilgan. Odatda bu oshirishlar umumiy nafaqa miqdorining kichik bir qismini tashkil etardi va ko'plab pensionerlar uchun bu katta yengillikni ta'minlamas edi. Masalan, ilgari nafaqaga qo'shilgan pullar ko'pincha minimal iste'mol savatchasining o'sish sur'atlariga mos kelmasdi. Bu esa pensiyalarning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Ba'zan pensiya miqdorlari hukumat tomonidan belgilangan bazaviy hisoblash miqdoriga qarab ko'paytirilgan bo'lsa-da, bu ko'payish har doim ham pensiyaning real xarid qobiliyatini oshirishga yetarli bo'lmasdi. Ya'ni eski tizimda pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirish imkoniyatlari cheklangan edi. Ko'pchilik uchun bu shunchaki ma'lumot uchun oshirish bo'lib tuyular, chunki real hayotda narxlar tezroq ko'tarilardi. Lekin hozir vaziyat butunlay boshqacha tus olmoqda. Hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirish va fuqarolarning pensiya ta'minotini yaxshilash maqsadida jiddiy islohotlarga qo'l urmoqda. Aynan 2020 yil may oyidan boshlab pensiya hisoblashning yangi mexanizmi ishga tushishi kutilmoqda. Bu yangi mexanizm avvalgi tizimdan tubdan farq qiladi va ba'zi guruhdagi fuqarolar uchun pensiya miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin. 2 barobar oshirish degani bu shunchaki jozibador so'z birikmasi emas. Balki ma'lum sharoitlarda ma'lum toifadagi fuqarolar uchun haqiqiy imkoniyatdir. Bu 2 barobar oshirish shunchaki standart indeksatsiya emas, balki pensiya hisoblash formulasiga kiritilayotgan chuqur o'zgarishlar natijasidir. Asosan bu ikki omilning birgalikdagi ta'sir orqali ro'y berishi mumkin. Birinchidan, pensiya hisoblashda ish haqi va ish stajiga nisbatan qo'llaniladigan koeffitsiyentlarning qayta ko'rib chiqilishi. Ikkinchidan, inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishiga nisbatan pensiyalarni indeksatsiya qilishning yangi, yanada qulayroq mexanizmining joriy etilishi. Ya'ni sizning pensiyangiz endi nafaqat bir omilga, balki bir nechta muhim iqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'liq holda oshadi. Bu esa umumiy pensiya miqdorini sezilarli darajada ko'paytiradi. Bu yangi tizimning joriy etilishiga iqtisodiy o'sish, mamlakatning moliyaviy imkoniyatlarining kengayishi, aholi daromadlarini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan siyosiy iroda sabab bo'lmoqda. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Kimlarga bu 2 barobar oshirish nasib etadi? Kimlar xavotirlanish kerak va kimlar esa xavotirlanmasa ham bo'ladi? Bu borada batafsil tushuntirish beraman. Uya uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar, ayniqsa 35 yildan ortiq umumiy mehnat stajiga ega bo'lgan erkaklar va 30 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lgan ayollar uchun bu o'zgarishlar juda katta ahamiyatga ega. Yangi tizimda uzoq muddatli mehnat staji koeffitsiyentlari sezilarli darajada oshiriladi. Ya'ni har bir qo'shimcha ish staji uchun pensiya miqdoriga qo'shiladigan foiz oldingidan ko'ra yuqoriroq bo'ladi. Misol, tasavvur qiling, Akmal aka 6 yoshda yarim yil uzluksiz mehnat stajiga ega. Uning so'nggi 5 yildagi o'rtacha oylik ish haqi 5 million so'm bo'lgan. Eski tizim bo'yicha Akmal akaning pensiyasi taxminan 2 million 500 ming so'm atrofida bo'lar edi. Yangi tizimda esa uning uzoq muddatli stajini hisobga olgan holda pensiya hisoblashda qo'llaniladigan koeffitsiyentlar oshiriladi va uning pensiyasi birdaniga 3 million 800 ming so'mga yetishi mumkin. Bu deyarli
1 million 300 ming so'mga ko'proq. Bu esa eski tizimdagi standart oshirishlardan ancha yuqori ko'rsatkichdir. Bu nafaqat standart indeksatsiyani, balki staj uchun beriladigan bonuslarning ham keskin oshishini anglatadi. Ya'ni uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilganlar uchun davlatning minnatdorchiligi yanada kuchaytirilmoqda. Bu Akmal aka uchun pensiya jekpotiga o'xshash bir holat bo'ladi. Yuqori ish haqi olib ishlaganlar. Agar sizning ish haqingiz doimiy ravishda o'rtacha respublika ish haqidan ancha yuqori bo'lgan bo'lsa, siz ham bu o'zgarishlardan katta foyda ko'rishingiz mumkin. Yangi qonunchilikda pensiya hisoblashda olinadigan maksimal ish haqi miqdori qayta ko'rib chiqilib, yuqori chegara sezilarli darajada oshiriladi yoki butunlay olib tashlanadi. Bu degani, ilgari siz qancha ko'p maosh olmang, pensiya hisoblashda ma'lum bir maksimal chegara bor edi va shu chegaradan ortiq daromad inobatga olinmasdi. Endi esa bu chegara yuqoriga siljidi yoki umuman bo'lmaydi. Misol, Gulnora opa 25 yoshda 32 yil stajga ega va so'nggi yillarda o'rtacha oylik ish haqi 10 million so'mdan oshgan. Eski tizimda pensiya hisoblash uchun inobatga olinadigan maksimal ish haqi miqdori cheklangani sababli Gulnora opaning pensiyasi taxminan 3 million so'm atrofida bo'lar edi. Yangi tizimda esa maksimal ish haqi chegarasi oshirilgani sababli uning yuqori daromadi to'liqroq hisobga olinadi va pensiyasi 4 million 500 ming so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Bu uning uchun nafaqaning qariyb 2 ga oshishi demakdir. Bunday holatlar ayniqsa yuqori malakali mutaxassislar va rahbar lavozimlarda ishlaganlar uchun xarakterlidir. O'ti maxsus mehnat sharoitlarida ishlaganlar, tog' kon san'ati, kimyo san'ati, qishloq xo'jaligidagi ayrim og'ir ishlarda, shuningdek, boshqa zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun ham imtiyozlar kengaytiriladi. Ularning staji maxsus koeffitsiyentlar bilan hisoblanib, pensiya miqdori oshiriladi. Bu nafaqat ularning erta pensiyaga chiqish huquqini saqlab qoladi, balki pensiyaning o'zini ham sezilarli darajada juda ko'paytiradi. Misol, Temur aka ko'mir konida 25 yil ishlagan va erta pensiyaga chiqish huquqiga ega. Uning oylik maoshi nisbatan yuqori bo'lgan, ammo pensiya hisoblashda bu staj har doim ham to'liq inobatga olinmagan. Eski tizimda Temur akaning pensiyasi 2 million 800 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning zararli sharoitlardagi mehnat staji uchun qo'shimcha imtiyozlar va yuqori koeffitsiyentlar joriy etilishi natijasida pensiya 4 million 200 ming so'mga yetishi mumkin. Bu albatta bunday kasb egalari uchun adolatli yechim hisoblanadi. Xo'sh, kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida xavotirlanish emas, balki e'tibor berish so'zi ko'proq mos keladi. Mehnat staji to'liq bo'lmaganlar yoki pensiyaga chiqishga yaqinlashib qolganlar. Agar sizning mehnat stajingiz minimal talablashib qolganlar, erkaklar uchun minimal talablarga yaqin bo'lsa, erkaklar uchun 25 yil, lekin undan oshmasa, siz ham pensiya oshishidan foyda ko'rasiz. Lekin uzoq stajga ega bo'lganlar kabi 2 barobar oshirishga ega bo'lmasligingiz mumkin. Shuning uchun bu holatda sizga pensiyaga chiqishdan oldin stajingizni to'g'irlash, agar imkon bo'lsa, qo'shimcha staj sotib olish variantlarini ko'rib chiqishingiz tavsiya etiladi. Ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi bizda ham ma'lum miqdordagi ish stajini sotib olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Misol, Dilorom opa 20 yoshda 17 yil stajga ega, pensiyaga chiqishiga 5 yil qolgan. Eski tizimda uning pensiyasi ancha past bo'lar edi. Yangi tizimda ham uzoq muddatli staj egalari kabi katta oshirishga ega bo'lmaydi. Lekin agar u qolgan 5 yil davomida ish stajini to'ldirsa va minimal talabdan o'tib, hatto 20-22 yilga yetkazsa, yangi mexanizm bo'yicha pensiyasi ancha yaxshilanadi. Bu vaziyatda unga faol harakat qilish kerak. 2. Mehnat daftarchasida xatoliklar yoki noaniqliklar bo'lganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda ishga kirish yoki ishdan bo'shatilish sanari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, yoki ish joylari haqida ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, bu pensiya hisoblashda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Yangi, murakkabroq hisoblash mexanizmida har bir yozuvning aniqligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Misol, Farhod akada mehnat daftarchasida 2 yil davomidagi ish joyi haqida yozuv bo'lmagan. Eski tizimda bu kichik kamchilik deb hisoblanishi mumkin edi. Ammo yangi tizimda har bir yil staj uchun muhim bo'lgani sababli bu 2 yil uning pensiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun Farhod akaga hozirdanoq arxiv hujjatlarini yig'ib, bu bo'shliqni to'ldirish tavsiya etiladi. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Barcha hujjatlari tartibli, to'liq ish stajiga ega va yuqori daromad bilan ishlagan fuqarolar.
Agar sizning mehnat daftarchangiz benuqson bo'lsa, barcha ish joylaringiz va ish haqingiz rasman qayd etilgan bo'lsa, siz shunchaki bu yangi islohotlarning imtiyozlaridan foydalanishga tayyorlanavering. Sizga faqatgina pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya hisoblashni kutish kifoya. 2. Hukumat tomonidan ta'minlanadigan minimal pensiya oluvchilar. Minimal pensiya miqdori yangi islohotlar doirasida qayta ko'rib chiqilishi va oshirilishi kutilmoqda. Shuning uchun agar siz hozir minimal pensiya olayotgan bo'lsangiz, uning miqdori baribir oshadi. Garchi bu 2 barobar bo'lmasa-da ham. Endi esa ushbu pensiya jackpotining ba'zi noaniq jihatlari va tuzoqlariga to'xtalib o'tamiz. 2 barobar oshirish iborasi har doim ham pensiyaning 2 barobar ko'payishini anglatmaydi. Bu ko'proq shundan dalolat beradiki, pensiyaning o'sish sur'ati odatdagidan 2 barobar yuqori bo'lishi mumkin yoki pensiyani hisoblashda 2 xil mexanizm yoki koeffitsient birgalikda qo'llanilib, natijada ancha yuqori miqdor beradi. Birinchi va eng muhim noaniq jihat bu 2 barobar oshirishning aniq tarifi. Bu ko'pincha pensiyaning mutlaq 2 barobar ko'payishi emas, balki standart indeksatsiya miqdoriga nisbatan 2 barobar yuqori bo'lgan o'sishni anglatishi mumkin. Masalan, agar odatdagi yillik indeksatsiya 1000 bo'lsa, ba'zi toifalar uchun bu o'sish 2000ga yetishi mumkin. Yoki ish staji va ish haqi bo'yicha koeffitsiyentlar bir vaqtning o'zida sezilarli darajada oshiriladi. Bu esa pensiya miqdoriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu albatta katta o'zgarish, ammo kimdir bugun 2 million olsam, ertaga 4 million olaman deb o'ylasa adashadi. Shuning uchun men sizga aniq ma'lumot olish uchun pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishni tavsiya qilaman. Ikkinchi muhim jihat ish stajini sotib olish yoki yo'qotilgan stajni tiklash mexanizmlari. Agar sizning mehnat daftarchangizda bo'shliqlar bo'lsa yoki ma'lum bir davrda rasmiy ravishda ishlamagan bo'lsangiz, ammo ishlagan bo'lsangiz, pensiyaga chiqishdan oldin bu stajni tiklash imkoniyatlari mavjud. Ammo bu jarayonning o'ziga xos qoidalari va to'lovlari bor. Ko'pincha siz ma'lum bir miqdorda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lab stajingizni to'ldirishingiz mumkin. Bu ayniqsa yuqorida aytib o'tilgan 2 barobar oshishdan to'liq foydalanishni istaganlar uchun juda muhim. Agar sizda 23 yil staj bo'lsa va erta pensiyaga chiqish uchun 25 yil kerak bo'lsa, siz 2 yil stajni sotib olib, pensiya huquqini qo'lga kiritishingiz va shu bilan birga yangi mexanizmning barcha imtiyozlaridan foydalanishingiz mumkin. Bu holatda stajni sotib olish uchun kiritilgan investitsiya o'zini oqlashi mumkin. Uchinchi noaniq jihat bu ish haqi ma'lumotlarining dolzarbligi va aniqligi. Pensiya hisoblashda ko'pincha so'nggi 5 yildagi ish haqi inobatga olinadi. Agar sizda bu ma'lumotlar arxivda saqlanmagan bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, bu sizning pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi tashkilotlar tugatilgan bo'lishi mumkin. Ulardan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani olish qiyinlashadi. Bu holatda sudga murojaat qilish yoki boshqa dalillarni taqdim etish zarur bo'lishi mumkin. Hozirdanoq barcha ish haqi ma'lumotnomalarini tekshirib, tartibga solish juda muhimdir. 4-tuzoq bu pensiya yoshiga yetishdan avvalgi so'nggi sakrash. Ba'zi insonlar pensiya yoshiga yaqinlashganda sun'iy ravishda o'z ish haqini oshirishga urinishadi. Pensiya hisoblashda ish haqi ma'lum bir muddat uchun, masalan, oxirgi 5 yil olinishi sababli 1-2 yillik keskin oshish umumiy pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Pensiya fondi xodimlari bunday holatlarni kuzatib boradi va pensiya miqdorini hisoblashda e'tiborga oladi. Shuning uchun ish haqini faqat oxirgi yillarda oshirishga urinish har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Muhim bu butun ish staji davomidagi barqaror va rasmiy daromaddir. 5-nuancha bu nafaqa tayinlash muddatlari va arza berish tartibi. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetishi bilan darhol murojaat qilmaydi. Ammo yangi mexanizm ishga tushishi bilan bu jarayon biroz murakkablashishi yoki ko'proq hujjat talab qilishi mumkin. Shu sababli pensiya yoshiga yetishdan bir necha oy oldin hujjatlarni tayyorlashni boshlash va pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Kechiktirish kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, agar sizning pensiya yoshingiz 2026 yilining yanvariga to'g'ri kelsa, siz yangi mexanizmdan foydalana olmasligingiz mumkin, chunki u may oyida kuchga kiradi. Bu holatda siz pensiya tayinlashni bir necha oyga kechiktirib, yangi mexanizm kuchga kirgandan keyin murojaat qilishingiz mumkin. Ammo bu ham ba'zi huquqiy xususiyatlarga ega bo'lib, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashishni talab qiladi.
Endi esa aziz do'stlar, amaliy maslahatlarimga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Eng birinchi qadam bu o'zingizning mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish. 1. Mehnat daftarchangizni va ish haqi ma'lumotnomalarini qayta ko'rib chiqing. Barcha ishga kirish va ishdan bo'shatish sanalari to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir bo'shliqlar yoki xatoliklar bo'lsa, ularni hozirdanoq bartaraf etishga harakat qiling. Buning uchun siz ishlagan korxonaning arxiviga murojaat qilishingiz yoki korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar, davlat arxividan kerakli ma'lumotnomalarni olishingiz kerak bo'ladi. Har bir yozuv aniq va o'qishli bo'lishi shart. Agar ism familiyangizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqandan so'ng familiya o'zgarishi, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlab qo'ying. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myPAX.gov. Uz orqali ma'lumotlarni tekshiring. Hozirgi kunda pensiya jamg'armasi tomonidan ko'plab ma'lumotlar raqamlashtirilgan. Siz myPAX.gov uz portal orqali o'zingizning mehnat faoliyatingiz, to'langan sug'urta badallari va hisob-kitob qilingan stajingiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu sizning qo'lingizdagi mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar bilan qanchalik mos kelishini taqqoslang. Agar tafovutlar bo'lsa, bu siz uchun signal bo'lishi kerak. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Pensiya yoshiga yetishdan ancha oldin masalan. 1 yil oldin yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerdagi mutaxassislar sizning mehnat stajingizni, ish haqi ma'lumotlaringizni oldindan tekshirib, sizga qanday hujjatlar yetishmayotganini, qaysi ma'lumotlarni aniqlashtirish kerakligini aytib berishadi. Bu sizga pensiya tayinlash jarayonida kutilmagan qiyinchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Ular sizning shaxsiy holatingizdan kelib chiqib, qaysi yangi mexanizm sizga eng ko'p foyda keltirishi mumkinligini ham taxminiy hisoblab berishlari mumkin. Kerakli hujjatlarni to'plang. Odatda pensiya tayinlash uchun quyidagi hujjatlar talab etiladi. Pasport asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi yoki mehnat staji to'g'risida elektron ma'lumotlar. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Oxirgi 5 yillik yoki xohishga ko'ra 10 yillik ish staji davridagi istalgan 5 yil uchun. Bu ma'lumotnoma korxonaning buxgalteriyasi yoki arxividan olinadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar davlat arxividan. Diplom, agar siz oliy yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qigan bo'lsangiz, o'qish davri stajiga qo'shilishi mumkin. Harbiy bilet, harbiy xizmat davri stajiga qo'shiladi. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ayollar uchun, chunki ba'zi hollarda onalik ta'tillari stajiga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Nafaqa olish uchun ariza pensiya jamg'armasida beriladi va joyida to'ldiriladi. Har bir hujjatning asl nusxasini va nusxasini tayyorlab boring. Pensiya jamg'armasi xodimlari asl nusxasini ko'rib, nusxani tasdiqlab olishlari mumkin. 5. Pensiya tayinlash to'g'risidagi arizani to'g'ri yozish. Arizada barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz, murojaat sababi, masalan, yoshga doir pensiya tayinlash, ilova qilingan hujjatlar ro'yxati aniq ko'rsatilishi kerak. Agar sizda bir nechta pensiya turini tanlash imkoniyati bo'lsa, masalan, yoshga doir yoki nogironlik bo'yicha bu haqda maslahat oling va o'zingiz uchun eng foydalisini tanlang. Arizani to'ldirishda pensiya jamg'armasi xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga har tomonlama ko'mak berishga majbur. 6. Pensiya miqdorini hisoblashda norozilik bo'lsa, agar sizga hisoblangan pensiya miqdori sizni qoniqtirmasa yoki sizda qandaydir xato ketganiga shubha tug'ilsa, siz pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilib, pensiya miqdorini qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Murojaatda qaysi ma'lumotlar noto'g'ri hisoblanganini yoki qaysi hujjatlar inobatga olinmaganini aniq ko'rsating. Agar bu murojaat ham ijobiy natija bermasa, siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Barcha yozishmalaringiz va hujjatlaringiz nusxasini saqlab qo'ying. Bu kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, 2026 yil may oyida kutilayotgan pensiya islohotlari ko'plab fuqarolarimiz uchun katta imkoniyatlarni ochadi. Bu shunchaki kichik bir oshirish emas. Balki ba'zilar uchun pensiya miqdorini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan jiddiy qadamdir. Ushbu pensiya jackpotidan to'liq foydalanish uchun hozirdanoq o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tartibga soling.
ish stajingiz va ish haqingizni tekshiring. Pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ling. Har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ulardan to'liq foydalana olishi muhim. Bu borada faol bo'lishingiz, o'z kelajagingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishingiz pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Kommentariyalarda o'z savollaringizni yozib qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning maqsadimiz sizni eng dolzarb va foydali ma'lumotlar bilan ta'minlashdir. Kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz yo'lida omad tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.